Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana bugun Ersak korporatsiyasidan urgan zakazlarimizni hammasi yetib keldi. Nakladnoyi ustida bo'larkan, ism familiyamiz yozilgan. Bizda Ersak korporatsiyasidan idish yuvish uchun gelimiz juda ham katta hajmda, hidlari juda ham yoqimli, hidlab ko'rdim, juda ham приятный. Bu esa kirlarimizni juda ham anav qilib beradigan, yorishtirib beradigan, ketmaydigan dog'larni ketkazadigan kapelka. Hidi juda ham приятный, shunaqa svej hid keladi. Hidlab уже anav qilib ko'rib keldim-da men. Mana bu esa SPF 50 100 ml katta hajmda. Birgina quyoshdan saqlamaydi, nafaqat quyoshdan saqlaydi, hamda sizni kichik bo'lgan ajinlaringizni yo'qotishga yordam beradi, dog'lar tushishini oldini oladi. Bemalol qishdami, yozdami, bahordami bemalol ishlatamiz. SPFlarni biz uchun juda ham kerakli mahsulot. O'zimiz uchun sotib oldim. Baribir kerak bo'ladi. Bu esa o'sha taniqli krem, massajni krem hisoblanadi. Qanday anav bo'lsa, oyog'ingiz og'riydimi, belingiz og'riydimi, surkab qo'ysangiz ham dardini ketkazadi, ham lechit qiladi. O'zimiz uchun ro'zg'orga baribir kerak bo'ladi. Belimiz og'riydi, oyog'imiz og'riydi, bolalar tomog'i og'risa surkab qo'ysak agar shamollashini olar ekan. O'shaning uchun kerakli mahsulot. Bu esa zaytun barglari ekstraktidan tayyorlangan yog'imiz. Bu juda ham ko'plab vitaminlarni o'z ichiga oladi. Bolajonlarimiz uchun gijadori hisoblanadi. Nafaqat gijadori, vitaminlarga boy yog' hisoblanadi. Buni ham oldim. Bu esa shu bilan birga qo'shib ichiladigan kekik kapsulasi. Bu ham juda ham yaxshi. Bunda nafaqat gijjalarni tushiradi, balki bizda qandli diabeti bo'lganlarni me'yorga keltiradi. Lishniy anavisi bo'ladi-ku, vazni, o'shalarni normada keltiradi. Juda ham yaxshi. O'shaning uchun bolalarim uchun oldim. Bu esa hash-hash yog'i. Juda ham foydali, tinchlantiradigan, magniysi bor ichida, juda ham tinchlantirib, lecheniya qiladigan. Bu esa bizda tungi losyon. Tungi parvarishga ham e'tibor berish kerak. Tungi losyonimiz bu. Baribir biz uxlat qilmasak agar bo'lmaydi. Ayol kishi uchun juda ham kerakli. O'shaning uchun shu mahsulotlarni xarid qildim. Tavsiya qilaman, sizlar ham olib qolinglar. Ha, mana orqada yana bittasi qolib ketibdi. Bu esa soch toniga hisoblanadi. Sochlarni mustahkamlaydi va qalinlashtiradi. Mana, katta hajmda bu ham. Agar kerak bo'lsa, dastavka xizmatlarimiz bor, qizlar.